Assalomu alaykum hammaga. Mana Valvarella Junli zamburug'i. Ot ko'rishingiz mumkin mana. Bugun 10-may. Mana sal vaqt o'tibdi, lekin oppoq bo'lish kerak. Bu ham vaqt o'tishini mana qanaqa rangga kirishini ko'rishingiz mumkin. Mana sal eskirgan, buni oppog'ini ko'rishingiz mumkin. Qolgan videolarimda rasmlari bor mana. Hozir topganim shu yil hisobdan birinchi marta topyapman. Rosti. Izladim, shu yil kamroq chiqdi. Qandaydir shunga qiyin bo'ldi topishim, lekin mana tasodifan ko'rib qoldim, lekin buni mana ko'rishingiz mumkin. Buni endi qanday bir oppoq tasavvur qilsangiz, juda ham chiroyli bir boshqacha zamburug' bo'ladi. Pishirsangizlar juda ham shirin bir mazali zamburug'. Buni men junli deganimiz tarafi, buni tashqi tepa qismida junlar bor. Endi sizlarga ko'rinyapti-yo'qmi? Junlar tufayli junli zamburug' deyiladi. Ya'ni Valvarella junli zamburug'i. Mana yaxshilab e'tibor berishingiz mumkin. Xuddi buni tovuq tuxumiga o'xshagan tuxum paydo bo'ladi, shu tuxumni yorib chiqadi bunday hisoblaganda rosti. Agar endi chiqayotganlarni ko'rsangizlar. Yana гриб, моцарелла шелтистая, в Узбекистане растет в дереве, очень редкий. Вот еще огромный.